Assalomu alaykum ahli guruh. Hurmatli obunachilar. Fermamizda ozgina rekonstruksiya ishlari boryapti. Oboramizni. Mana suvlarga, qo'ylarga payilka o'zi xohlagan paytda suv ichadigan qilib suv o'rnatishni yo'lga qo'ymoqchi. Ham turbalarga qotiriladi. Payilka o'zi kelib ana qilsa, yuzini og'zini olib kelsa, avtomat holatda suv tushirib beradi. Bu ham bu yoqqa tonnaga suv qo'yib qo'yamiz. Shu yerdan avtomat nasos bilan suv keladi, qiladi. Ustalarimiz ishlashyapti. 10 metr joyi bunaqasiga aylantirib, yana bunaqasiga qilib suv ichishga oldin hozir bunaqa vannalar qo'yib, bunaqa tog'oralarda bunaqa suv beramiz. Issiq kunda vaqti-vaqtida suv berib turish kerak. Bunday holatda suvlarni berib turish kerak. Shunaqa holatda chanqagan paytda suv bo'lib qolmasligi uchun, shuning uchun shunaqa suv ichadigan paylkani qo'yishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Xudo xolasa bir haftalarda tayyor bo'lib qoladi. Uni ham obzorini qilib beramiz inshaalloh. Hammamizga Alloh chorvamizga baraka bersin. Qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor.